Srochnaga arzon pulga Buxoro shahridan Talaf restoran territoriyasidan 4 qavatli yangi g'ishtlik domning 2-qavatidan 3 xonalik duxsaronli proyektga ega bo'lgan 105 metr kvadratdan iborat kvartiramiz sotuvga chiqibdi. Korobka holatida. Kvartiramizning nyuansini video oxirida aytib o'tamiz. Koridor qismidan biza sanuzul alohida bu tomonda birinchi xonamiz ko'rinishi, batareyalar o'tkazib qo'yilgan, derazalar akfa, asano devorlar hammasi g'isht qilingan, ichkari pergotkalar gipsokarton urib qo'yilgan. Sanuzul alohida deb o'tdik, elektromontajda mana ko'rib turibsizlar, shkaturkalar bo'lgan. Birinchi xonasini ko'rib o'tdik. Bu tomonda keyingi katta xonasi, spalnya zal o'zingizning qo'lingizda. Bu tomonda esa keyingi xonamiz qismi. Uyimiz balandligi 320, deraza panorama tushgan bu tomonda. Xonamiz hamma yo'qda batareyalar o'rnatib qo'yilgan, santexnik ishlari bo'lgan. Bu oshxona qismi. Oshxonamizning o'zi ham katta xonadek gaz shochkalar o'rnatib qo'yilgan. Oyoq taglari stashkasi qilib qo'yilgan. Proyekt 2 tomonlama shamolgoh holatida. Mana shu 105 metr kvadratli kvartiramiz kimga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerdan qoldirib o'tamiz. Qavati 2, 4 qavatlik dom, g'ishtlik kvartira. Kvartiramizni plyus tomoni ikkilamchi kreditga ham beriladi, hech qanday soliqlarsiz. Narxi 39.900, kelishtirib arzon qilib beriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.